Allah saqlasin, ba'zi insonlar Allah aslida unga ne'mat qilib bergan avtouloq bo'lsin, boshqa vositalar bo'lsin, shundan kibrlanib yuradigan kishilar ham bor. Kibrlanib, o'zidan o'zgalarni past sanab, yo'lda tez yuradiganlar bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, astag'firullah, "Va la tamshi fil ardi maraha." Yer yuzida kibrlanib yurmagin dedi Alloh taolo. "Innaka lan tahriqal arda va lan tablughal jibala tula." dedi. Chunki sen oyog'ing bilan zinhor yerda tesha olmaysan. Yo'inki balandlikda tog'larga yeta olmaysan dedi Alloh. Arzimas tuproqdan bo'lgan bir insonmiz-da, nimamizga kerilamiz? O'sha avtouloqimiz boshqalarnikidan ozgina kattaroq bo'lganigami, balandroq bo'lganigami, qiymati qimmatroq bo'lganiga kerilamiz. O'shani bizga kim nasib qilib turibdi? Alloh berib turibdi. Alloh qodir qilmasa, Alloh imkoniyat bermasa, bir burda non topishlikka ham yaramaydigan bandamiz o'zi. Shuning uchun bu matohlar kibrlanishlikka arziydigan narsa emas. Afsuski bir narsani aytamiz, bilmayman, bizni diyorlarda oxirgi paytda insonlarda mana shu avtouloqlarga muhabbati haddan oshib ketdi. Bir inson ozgina avtouloqimizga bir aziyat tekizib qo'ysa, bir qirib qo'ysa, go'yoki jonimizni sug'urib olgandek bo'ladi. Biz uchun dunyoda eng yomon odam o'sha bo'ladi. Aslida buni oddiy bir temir deb qabul qilish kerak. Ba'zi mamlakatlarda bo'lganmiz, yashaganmiz, shu jihatiga qoyil qolganman. Shunda ikkita avtouloq to'qnashib ketadigan bo'lsa, uzr manzur bilan shunday hal bo'lib ketadi, bo'ldi. Biz uchun Alloh saqlasin, bu eng asosiy narsa bo'lib qolgan. Jonimizdan ham qadrli bo'lgan. Shu mashinamni pachoq qilgancha o'zimni pachoq qilsang bo'lmasmi deb. Shunaqalar borda, endi ko'rganmiz. Ko'rib kelyapmiz. Lekin bunday qabul qilsak, Alloh saqlasin, bu ko'p yomon oqibatlarga sabab bo'ladi. Endi mana shu kibrlanib yurar ekan, nafaqat o'zgalarni hayotini, birinchi navbatda o'zini hayotini ham xatarga qo'yadi. O'zini hayoti shu, o'zini joni ham aslida insonga Alloh tomonidan berilgan omonat emasmi? Qiyomatda o'zimizni salomatligimizdan ham so'ralmaymiz. Alloh taolo nima deyapti Qur'oni Karimda? "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka" deydi Alloh taolo. O'zingizni qo'llaringiz bilan halokatga tashlamang deyapti Alloh taolo. Qarang. O'zimiz halokatga tashlayapmiz hozir. Chunki o'sha belgilangan tezlikdan ortiqcha harakat qilishlik birinchi navbatda nima? O'zimizni, jonimizni halokatga qo'yishlik. Ko'ryapmiz tez haydaganlarda oqibati nima bo'layotgan.